Qachondir bir Google'dan tekshirganimda realtorlik 3-o'rinda edi, stress bo'yicha. O top 5talikka kirar ekanda. Top 5talikka o'sha paytda kirgan edi. Ali opa, har bir ishning qiyinchiliklari bor. Masalan, siz o'zingizning kasbingiz haqida, realtorlik haqida qanday qiyinchiliklarga siz duch kelgansiz, shu haqida bitta gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Men вообще ko'p men bu nima deydi, o'zim ustimda ishlab, kitoblar o'qib, har xil aqlli odamlarning podkastlarini eshitib, shunaqa fikrga keldim, что qiyinchilik bo'lmasa, siz hech narsaga erishmaysiz. То есть To'g'ri. bu ham qanaqadir obstacle, o'sha yerdan o'tish kerak odam. Bu experience. Realtorlik ishi juda ham qiyin ishlardan bittasi. Agar Google qilsangiz, adashmasam, agar data anaqa o'zgarmagan bo'lsa Google'da, qachondir bir Google'dan tekshirganimda realtorlik 3-o'rinda edi, stress bo'yicha. O top 5talikka kirar ekanda. Top 5talikka o'sha paytda kirgan edi. Hozir bilmayman, o'zgarganmi yoki yo'qmi. Chunki bizni boshqa odamlar puli bilan ishlaymiz. То есть покупательlarni, то есть sellerlarni, buyerlarni, продавец покупательlarni pullari bilan ishlaymiz. Katta pul aylanadi bizda. И sizni bo'yningizga ответственность juda ham katta. Katta, to'g'ri. Xudo ko'rsatmasin, klientingiz noto'g'ri qatgadir nimadir pul o'tkazib qo'ysa, kimgadir accountini disclose qilib qo'ysa, pul ketib qolishi mumkin. Hozirgi bizning marketda juda ham oson u narsalarni через o'sha scam accountlar orqali anaqa qilish. Pul noto'g'ri joyga o'tib ketib qolishi mumkin. O'sha narsa biz uchun juda ham katta ответственность bu narsa. Juda ham katta mas'uliyat yuklaydi bizga.